Bo'zatov sanatoriyasi. Insonga e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir namunasi. Prezidentimiz tashabbusi va O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi ko'magida tashkil etilgan mazkur sog'lomlashtirish maskani 7 gektar maydonda barpo etildi. Bu boradagi ishlar davlatimiz rahbarining 2020-yilda Qoraqalpog'istonga amaliy tashrifi chog'ida bergan topshiriqlari bo'yicha boshlangan edi. Bugun ushbu so'zlar o'z ifodasini topdi. Aholi salomatligi, dam olishi uchun zamonaviy majmua barpo etildi. Bo'zatov, bo'z atov. Juda ham go'zal, tabiati betakror ma'nosini bildiradi Qoraqalpoq tilida. Ammo yillar davomida go'zal nomidan bo'lak hech qanday jozibasi qolmagan. Yashash uchun imkonsizlikdan odamlar bu yerni deyarli tark etayotgan. Bir zamonlar bu nomni xaritadan izlab topish ham oson emasdi. Odamlar non olishdan tortib oddiy spravka uchun ham deyarli 70 kilometr masofa bosib Kegeyli tumaniga borishga majbur bo'lgan va bunday hayotni taqdir deb bilgan bo'zatovliklar uchun bundan 7 yil avval mo'jiza ro'y berdi. Minglab taqdirlarni o'zgartirgan yangi hayot, yangi umidga boshlagan o'sha kunni odamlar kechagidek eslashadi. 2019-yil 21-avgust O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yangi tuman tashkil etildi. Shundan so'ng bu zamin taqdiri butunlay o'zgardi. Prezidentimizning har bir inson taqdiri, har bir oila farovonligiga daxldor ezgu tashabbusi Bo'zatov tarixida yangi oltin harflar bilan bitilgan sahifani boshlab berdi. Bo'zatov tamomila yangidan tug'ildi. Davlatimiz rahbarining Qoraqalpog'istonga, bu yerdagi xalqning kelajagi, orzu-niyatlariga monand otalarcha g'amxo'rligi natijasi har qadamda o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Yangi Bo'zatov tamomila boshqacha. Prezidentning odamlar kayfiyatini, hayot sifati va imkoniyatini o'zgartirish islohotlarning asosiy mezoni bo'lishi kerak degan tamoyili aynan Bo'zatovda o'z amaliy ifodasini topdi. Prezident e'tirofi Bo'zatov O'zbekistonning Shvetsariyasi. Mana shu kunlarda olib borilayotgan bunyodkorliklar aslida ana shu e'tirofga monand. Tasavvur qiling, bundan 2 yil avval mana shu biz turgan maydon e'tibordan chetda qolgan tashlandiq yerlar edi. Olib borilgan bunyodkorlik va qurilish ishlaridan so'ng bu yerda zamonaviy Bo'zatovning marvaridiga aylangan yangi Bo'zatov sanatoriyasi qad ko'tardi. Qo'sh aman bo'l, bizden qalding Bo'zatov deya ajinyoz bir paytlar she'r bitgan bo'lsa, aslida uning orzulari bo'lgan Bo'zatov bugungi zamonaviy yangi Bo'zatov ekanligi aniq. Albatta bu tashabbusning ildizi 2020-yil 2-oktyabrdagi muhim sana bilan bog'liq. O'sha kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyurib, mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilash, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va sog'lomlashtirish tizimini kuchaytirish bo'yicha aniq topshiriqlar bergan edi. Davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida 12 gektar maydonda qurilgan zamonaviy shifo maskani nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy ma'naviy ahamiyatga ega. Qoraqalpog'istonda Bo'zatov tumanida yana bir tarixiy qurilish, odamlar ko'z o'ngida avval tasavvurga ham sig'magan ulkan bunyodkorlik amalga oshirildi. 200 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy Bo'zatov sanatoriyasi loyihasi nafaqat sog'lom turmush tarzini, balki mintaqaning iqtisodiy va turistik salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Bu yerda sanatoriya salinadi, bu yerda xalq qanday yaxshi niyatlar bo'ladi degan bizning o'yimizda bo'lmadi. Bu da bizning prezidentimizning tikilay boshchilig'i aslida izlanayotgan zot. Xalqimiz hammamiz quvonib o'tiribdi. Navqas odamlar bu emlanadi, bu yerda yaxshi niyatlar bo'ladi. Adam aytsa naqsiz darajada hozir ko'rinish bor. Men өте басқаша бір қуанышта сезімдемін, себебі 2019 жылы президентіміздің арқасында біздің районымыз шөлкемдестірілді. Міне сол қысқа дәуірдің ішінде не деген имаратлар бой тікіледі. Жаңа заманауи көп имаратлар салынып жатыр. Құдайға мың қатлы шүкірлік етіп айтамын. Міне қазіргі осы көріп тұрған жеріңізде біздің бір Bo'zatовдың шетіндегі тасланды топырақ бір шаңғытып атырған жер еді. Ешкім ойламады бұны бүгін хақиқи жаннатқа айланады деп. Мен өзім бүгін келіп сол жердің куәсі болып көріп тұрыппан, хақиқи жаннат макан болған. Міне халыққа осындай имканиятлар жаратып берген президентімізге мыңнан бір алғыс айтамын. Bo'zatov халқының атынан рахметлер айтамын. Шүкраналығымыз көп біздердің. Құдайға мың қатлы шүкір етемін. Президентimiz dunyo turgancha tursin. Albatta, mana bu muhtasham salomatlik maskanining aynan Bo'zatovda bunyod etilgani ham bejiz emas. Aynan shu yerda qariyb 1 kilometr chuqurlikda shifobaxsh mineral suv mavjudligi
eng muhim omil bo'ldi. Qolaversa, hududning o'ziga xos tabiiy sharoiti, boz ustiga tumanda yaratilayotgan qulay infratuzilma ham mana shunday chekka joyda aholi salomatligini tiklash uchun imkoniyat yaratish kabi ijtimoiy jihatlar kompleks ravishda qamrab olindi. Bu sanatoriyni mana kirganda koridordan chap tomonga qarab yurilganda 2 qavatli davolash bo'limi mavjud. Bu davolash bo'limini birinchi qavatida suv bilan davolash, keyin balchiq bilan davolash hamda parafin bilan davolash balneologiya bo'limi deyiladi. Ikkinchi qavatida fizioterapiya bo'limi, past chastotali, yuqori chastotali elektrlar bilan davolash turlari bor. Bu sanatoriyda asosan harakat tayanch, oshqozon ichak, nevrologik, ginekologik kasalliklar davolashga mo'ljallangan. Zamonaviy restoranlardan qolishmaydigan ovqatlanish oshxonasi bor. Undan tashqari o'sha oshxonaning ikkinchi qavatida bu joyda davolanuvchilar vaqtini mazmunli o'tkazish uchun klub joylashgan. Bu klubda har xil ko'ngilochar tadbirlar bo'lishi mumkin. Aslida Orol bo'yidagi ekologik inqiroz sharoitida yashayotgan aholi, ayniqsa ayollar va bolalar salomatligi uchun g'amxo'rlik prezidentning doimiy e'tiborida. Birgina misol, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan ayollar daftariga ro'yxatga olingan minglab qoraqalpog'istonlik xotin-qizlar Toshkent viloyatining Tog'li Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlarida madaniy hordiq chiqarishlari ta'minlanib, sog'lomlashtirildi. Mana endi Qoraqalpog'istonda ham barcha qulayliklarga ega prezident tuhfasi zamonaviy sanatoriy Bo'zotovda xizmat ko'rsatishni boshlaydi. 2 yil davomida olib borilgan qurilish bunyodkorlik ishlaridan so'ng Bo'zotovning salohiyati yanada aniq namoyon bo'ldi. Loyiha juda ham noyob. Hududning o'ziga xosligi hisobga olingan tarzda zamonaviy arxitekturaning eng so'nggi yondashuvlari joriy etildi. Dizayn esa o'z oldiga. Hududda ming tup manzarali, ming tup mevali daraxtlar ekildi. 200 dan ortiq o'zini o'zi energiya bilan ta'minlaydigan, ya'ni quyosh panellari orqali yorug'lik tarqatadigan mo'jaz chiroqlar tungi manzarani yanada nurli qiladi. Tashqi va ichki me'moriy yechimlarda chinakam zamonaviy san'at va hayrat ruhini his qilasiz. Asosiysi yotoqxona, davolash binosi, oshxona va dam olish hududlari barpo etildi. Eng muhimi, bu yerda hammasi inson uchun qulaylik falsafasiga monand. Ayniqsa qishda davolanuvchilar bironta ehtiyoj bo'lmasa tashqariga chiqmaydi. Sonday quvonchlimiz Bo'zotov iratында ұсындай imkoniyatlarga ие болып atqanımızga, prezidentimizдің ұсындай bizlerге ajratılgan itibarının, şarapatının arqasında ұсындай демалу маскаларының жаратылуы bizler үлкен қуаныш, бақыт. Президентімізге көп рахметтер айтамыз итибары үшін. Тарихи уақия дегенім, бұл біздер күтпеген жағдайда президентіміздің сонша елі назары түсті. Біздер де Bo'zotovli қызлар үшін, біздер Bo'zotov елінің бір медицина ханымлары үшін бір үлкен аумет, бақыт деп есаплаймын. Bo'zotovning bir o'ziga yarasa brendi bo'lib o'tir ya bu. Asosiy binoning umumiy maydoni qariyb 14,000 kvadrat metrni tashkil etadi. Sokol qavatida laboratoriya, tuzli xona, sterilizatsiya bo'limi va kir yuvish sexi joylashgan. Yuqori qavatlarda esa 200 nafar bemor uchun qulay yotoqxonalar, shifokorlar qabulxonalari va fizioterapiya bo'limlari faoliyat ko'rsatadi. Davolash bo'limlarida mineral suv, balchiq, parafin, ozon va lazer terapiyasi kabi tabiiy va zamonaviy usullar uyg'un qo'llaniladi. Shuningdek, Bo'zotov tarixida ilk basseyn, turk va fin saunalari, massaj va elektroforez xonalari dam oluvchilar uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Basseynning o'zi temperatura 18 gradus жазы қысы барлық уақытта шомылуға мүмкіншілік бар. Сондай бір жақсы қарасаң көзді сондай қуандыратын бір таза бассейн Болады екен ғой. Болады екен. Міне Bo'zotov кем-кемнен міне біздер 80 жыл жасаған болсақ Bo'zotовда міне бұндай ахуалларды міне көзімізбен көріп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Президентімізге барлық уақытта халқымыз атынан мың рахметтер айтылып жатырды. Еш кемісі жоқ. Бір сөзбен айтқанда Bo'zotov мінекей сол рауажданудың ең жоғарғы шегіне жетті десек болады. Yana bir muhim jihat aynan Bo'zotov sanatoriyasining marvaridi desak ham bo'ladi. Qariyb 1 kilometr chuqurlikdan olib chiqilgan yodli, bromli suv bilan davolash. Biz ayni shu bo'limdamiz. Assalomu alaykum, Harman. Qanday avrularga yem? Ishak kasalliklari, nerv sistemasi, har turli kasalliklarga yemi bor. Bo'zotov rayonining jasman o'zim bitkirganimga 6 oy bo'ldi. Bu yerga жұмысқа o'rganib o'tiramiz. Zo'r sharoit yaratib bergani juda yaxshi bo'ldi. Prezidentimizga ko'p rahmat. Teri kasalliklari, nerv sistemasina bu suvimiz, ya'ni vannimiz jan-jafama
foydasi bor. Bo'zotovda qurilgan bu maskan nafaqat tibbiy majmua, balki Qoraqalpog'istonda sog'lom hayot madaniyatini shakllantirayotgan yangi bosqich, turizm va dam olishning yangi qiyofasi hamdir. Bu yerda inson salomatligiga bo'lgan e'tibor, tabiat va ilm uyg'unligidagi shifo falsafasi mujassam. Yana bir muhim fakt, sanatoriyning yashil hududini shakllantirishda aynan shu yerning iqlimiga mos, cho'lga chidamli daraxtlarni ekishga e'tibor qaratildi. Mana shu maydonning barchasida deyarli 2000 donadan ortiq turli xil mevali va manzarali daraxtlar o'tqizildi va ko'rib turganingizdek, shu yerdagi gullar ham o'ziga xos manzara kasb etmoqda. Mana shu paytgacha Bo'zotovda o'smaydi degan gullar, daraxtlar mana bugun barg urib o'zini bir go'zal manzarasini kasb etib turibdi. Juda ham ajoyib manzara, haqiqiy O'zbekistonning Shvetsariyasi desak bo'ladi. Mana shu 2 yillik daraxtlar, olma daraxtlari, olma bog'lari va shu yerda sug'orish tizimida ham o'ziga xos ilm bilan yondoshildi. Mana shu sanatoriyning butun tizimida ishlatilgan suvlar maxsus rezervuarda tindirilib, tozalanib, mana shu yashil maydon uchun iloji boricha tejamkor texnologiyalar yordamida foydalaniladi. Ya'ni suv tejovchi texnologiyalar bu yerda ishga tushiriladi. Hattoki yomg'ir texnologiyasi ham bu yerda mavjud. Eng muhimi, bu yerga kelgan dam oluvchilar kechqurunlari sayr qilish uchun deyarli barcha yashil hudud yaratildi va o'ziga xos biofabrika. Aslida mana shu ko'rib turganingizdek go'zal manzara haqiqiy yurtimizning o'ziga xos jannat makon diyor ekanligini, odamlarning nafaqat jismiga, balki qalbiga katta motivatsiya bera olishini yana bir bora isbotini ko'radi. Shunday, ushbu sanatoriy bugun yangi Bo'zotov xaritasida mazmun va siyrat uyg'unlashgan yana bir go'zal chizgi sifatida namoyon bo'lmoqda.